muallim keldi. Hayotimning o'xshamagan bosqichlarida o'zimning kimlik to'g'risida har xil aqliy va ijtimoiy xulosalarga keldim. Biroq har qitim bir kimlikni topgan vaqtimda uningdan olqish qitirishman, davomli tirishyotaman. O'zim va boshqalar tarafidan berilgan nomlarni rad qilib kelyapman. Hatto cho'ng onamning "Sen mening eng aqlliq navram" degan maqtashlariga quloq solmaslikni o'rgandim. Insonga berilgan kimlik uni tushab qo'ydi. Harakatdagi narsaga qandoq ism qo'yg'ili bo'lsin, odamning eng cho'ng xatoligi o'ziga bo'lgan tunishni boshqalarning uningga bo'lgan tunish orqali yakunlab olishdir. Boshqalarning ko'z orqali ko'rishdir. Natijada kishilarning bizdan kutgan umidi va orzulari bilan o'zimizning asli kimligi va orzular orasida salohiyat krizisi yuz berdi. Burun bir odam bo'lib, ma'lum shahardan o'tib ketib borganda nihoyat charchab ketganlikdan ashu shaharning obod bir bozorida uxlamoqchi bo'pti. Biroq ertasi uyg'onib, nurg'un kishilar orasidan o'zini topolmay qilishdan ansirab, putiga qizil latidan birini chigib, o'ziga belgi selib qo'yibdi. Bu kishi uxlab qolgandan keyin shu shaharda yashaydigan bir qiziqchi uning putidagi qizil latini elib, o'zining putiga chigib, uning yenida uxlab qoldi. Heliq kishi ertasi uyg'onib,
qizil latining yendik odamning putiga bog'liqlik ekanligini ko'rib, hayronlik ichida. Sen menkensan, undoq bo'lsa men kim deguncha taq chiqib ketgan ekan. Har qanday narsa o'zi bo'lishni orzu qiladi. Tash bo'lishni, mushuk bo'lishni, shir bo'lishni degandek. Albatta menmi faqat o'zim bo'lishni o'ylayman va izlayapman. Shuni his qildimki, odam o'zining kimligini bilishdan avval o'zining kim emasligini bilish kerak ekan. Bu kitobni yozish planim xili burunli bo'lgan bo'lsa-mu, izchil kayni kechiktirib keldim. Bir kuni Shanxayning ma'lum bir kitobxonasini cho'glayotganimda, ma'lum bir kitobdagi bir jumla ko'zim tushib qoldi. Yo'q, to'g'risi, u jumla ko'zimga tushdi. Ma'lum bir ishni qilish orzuyingga harakat hamroh bo'lmasa, demak, asla orzuying u ishni qilmaslik. Men bishorat shaklida uchragan bu jumla mazkur kitobni yozishni boshlashimga turtki bo'ldi. Xotiramni oldim. Xatlar pishg'irim issiqdiki, hayotiy kuchga to'lgan qor chumillardek sap tuzib mengishga boshladi. Kitobda tasvirlangan muallim bo'lsa, mening bir xil yuqori chastotidagi ro'yi holatim bo'lib, yozuvchilar buni ilhom deb ataydi. Men muallim deb atadim. Kitob boshdan oxir turmushimda yuz bergan hikoyalar orqali kishilar yo'liqqan va yo'liqadigan turli psixik to'salg'ularni muallim so'zlari orqali hal qilish shaklida yozildi. Bu kitob orqali o'qirmanlarim onda-sonda ta'lili qurlarni ushritib qolsa, ajib emas. Muallim bilan tunji uchrashish. Oliy maktabni bitirgandan keyin maktabdagi men hayotiga kirgan va mening hayotim kirgan barliq ishlar bilan bo'lgan munosabatim tuyuqsiz uzildi. Ularning ichida pivi xumar yatoqdoshlarim, tirishchan savoqdoshlarim, shundoqla opamdan qolsa, meni tunji quchoqlagan qiz do'stimmi bor. O'qish bitirgandan keyin men dunyoga o'z talantini tuntib qo'yish ulug'vor orzusini ko'ngli pukkan o't yurak bir yoshdan pul tejash uchun Torxonning kartasiga biraqli pul qachilab, kecha bilan kunduzning ma'nisi va farqini ayriy olmaydigan tushkun maxluqqa aylandim. U chog'lardagi men xuddi Kafka asarlaridagi metamorfizlangan vaqirash imtiyozdanmi mahrum qolgan qurtqa o'xshaydi. Garchi orzuyim boshqalarni davolaydigan doktor bo'lish bo'lsa-mu, natijada oilamni, shundoqla o'zimni yorlantiradigan kasalga aylandim. Reallik yuzlanish emas, uningga qarashqim jur'at qila olmas bo'lib qoldim. Mag'lubiyatning achchiq hitlari dimiqimga urilib, har nafasda meni qiynaydi. Yana shu vaqtda o'lim bilan tunj uchrashdim. Meni eng yaxshi ko'radigan tog'am o'ldi. Menga tunji ragat yasashni va etishni o'rgatgan. Shundoqla cho'ng bo'lsam uningdek bo'laman degan tog'am o'ldi. Tuyuqsiz o'mchik bo'lib qolishni orzu qildim. O'mchikning to'rida qalaymaqan turmushimdan faqat o'mchikka aylanish orqali qutula olaydim yoki qabul qila olaydim. Ana shundoq kunlarning biri televizorda Shaparang palvon kinosini uchratib qoldim. Shaparangdanmi palvon chiqamdi dedim ichimda. Kino davomlashib, ma'lum yeriga kelganda Shaparang palvon ustoziga o'zining qorong'udan qo'rqadiganligini aytdi. Ustoz uningga sen qo'rqqandan hamma odam qo'rqidi. Agar sen o'sha narsadan qo'rqmasang, u chog'da hamma odam sendan qo'rqidi deb javob berdi. Mengamga chaqmoq ilohiy to'rining bo'lqisdekli tekkan bu jumla meni o'ylantirib qo'ydi. Asli menda bo'layotgan kelgusdan ansirash, mag'lubiyat tuyg'usida bo'lish, o'zgarishdan qo'rqish, reallik yuzlanmaslik, tushkunlik va kimlikni topolmaslik qatorliq tuyg'ular mendagi shaxsiy masala bo'lmasdan, balki bir xil universal ruhiy ojizlik ekanligini tunib yetdim. Shundoqla 20-asrda yashab o'tgan Fransiya filosofi Sartrening odam o'rtaq kasal bo'ladi, ayrim saqiydi degan gapini tushungandek bo'ldim. Kallamdagi tuman minglagan ovozlarning ichida tuyuqsiz bir ovoz intayin kuchlik va jarangli holda yangradi.
Odam jasoratga to'lganda kesel karabutidimi qahramon paydo bo'ladi. Sen kim? deb so'radim bu ovozdan. Men bo'lsam sening tex yashab baqmagan qisming. Undaq bo'lsa, isming muallim bo'lsin. Shu kundan boshlab muallim menga pat-pat hamroh bo'lishga boshladi. Shaparangdinmi palvon chiqadiganligiga oxir ishandim. Qiyinchilikqa javob. Taychoqlardek, taylaqlardek o'zimni bilmay, xudimni bilmay sana etilib bordim. Ondan meni yerga urding. Qopalmadim. Qopsam yana yiqilishdan qo'rqdim. Ondan meni qushlar zanglik qildi. Anam böşkni ko'tarib, qaydigan holda safarga mangdi. Shuningdan beri qo'ylarni beqib, qo'ylar meni beqib, o'rmonlarda, jangallarda eyiqdan qo'rqib, bo'rdan qo'rqib, bo'ri keldi deb to'lab, o'zimni aldab, putumning uchida dassab yashab yurdim. To'g'risi, qechib yurdim. Bir kuni Jenim anam, güzel anam, ak qushqashqa aylanib, og'zida bir tal yupurmoq oldimga qo'ndi. Anam dedi: "Jenim o'g'lim, jasur o'g'lim, sen tug'ilganda qashlaring qo'yib, qo'y ko'zlaring yanar tog'ning o'ti. Mahaldagilar kun tug'di, oy to'ldi deb to'lishib tantana qilgan edi. Dadang matta shu bir qitim kulgan edi. Dal shu kuni pushtak chelindi. Uruq tuproqdan qo'pqandek. Avval barmoqimni, ondan qomatimni devilar kabi ko'tirishga boshladim. Dal shu kuni meni yiqitgan taqqa qarab, shamol qarab, ulluk tovladim. Kel. Makbetni to'sqan shamol. Kel. Men saqlavatıman. Saqlayolmaydi degan joyda, turolmaydi degan joyda, tursimi egilib turdi degan joyda ko'yiyotgan nayni chelib seni saqlavatıman. Kel. Burunqi aybiting bilan kel. Ular Babilonda mangandek. Qo'limdagi yog'och qilich titrayotdi. Bu rost. Biroq qo'limdan tushmaydi. Bu rost. Sen ko'rgan keraksiz yog'ochlardan kiyime yaslab bo'ldi. Haqiqiy bilim. Bu vaqa 2000-yili otish poyezd stansiyasida yuz berdi. Yük taqisining yarimidan ko'pragi non bilan to'lgan Ali poyezdning kelishini taqozolik bilan saqlayotdi. Uning burni bilan ko'zi bo'lmagan bo'lsa, chiroyi kishilarning diqqatini ancha tortmaydi. Ali tuyuqsiz taqqa qaradi. Tog'larning cho'qqilari bir-biridan farqlangan bilan osti o'xshash takshishgan, dedi ichida. Oldirmasan, dedi teshida. Tuyuqsiz oldingi oqshom dadisi bilan shaxmat o'ynagan vaqtni asildi. Shaxmatning bir peshkisi yutib ketgan bo'lib, uning o'rniga dadisi 5 ponglik tangini ishlatgan edi. Atisi safar qildiganligini kallasiga kirgizib olgan Ali bu bir qo'l shaxmatni qancha tez oxirlashtirishni o'ylagan siri dadisi shuncha oldirmay o'ynashga tirishadi. "Bo'ldi, o'ynamayli dada", dedi u taqat qilib bo'lolmay. Uning ustiga gardamni tatqizib qo'ydi. "Baribir uftirman." Dadisi izchil ko'zini shaxmat taxtasidan uzmagan holda uningga: "Angla o'g'lim, safarga mangmoqchi bo'layotsan. Oyda 400 yan seperishdan boshqa men sen uchun ko'p ishlarni qilib bermayman. Biroq shuni esingda tutishing kerakki, hayot mush bir qo'l shaxmat o'ynaganga o'xshaydi. Ba'zida uftirsan, ba'zida uftirsan. Ikkilisi senga foydali. Eng xatarlik bo'lgani o'yinning o'rtasida voz kechib ketib qolish. Bunda qilsang, mangu shaxmat taxtasining oldiga kelishdan qo'rqadigan bo'lib qolsan. Gardangni yo'qotish hammani yo'qotganga barobar emas. Bu bir qo'lni oxirgacha o'ynab ondinma", dedi va otni bir qadam mangdi.
Poyezdning kelishini taqozolik bilan saqlayotgan Ali to'xtamay soatiga qaraydi. O'zining to'xtamay soatga qarashdan bezar bo'lib, oxiri soatni to'xtatib qo'ydi. Vaqtni unutib ketish uchun o'zida bor bo'lgan birdan-bir kitobni qo'liga oldi. 3 kun burun mushu bir kitobdan boshqa hamma kitoblarni setib atgan edi. Chunki u ko'p kitob o'qishdan bir kitobni ko'p qitim o'qishning texmo muhimligini biladi. Uningga qiyin bo'lgani do'stlar bilan xushlashish bo'ldi. Do'stlarining uni seg'inmaydiganini bilsa-mu, o'zining do'stlarini seg'indiganligiga ishonadi. Doim laglak uchirib o'ynaydigan yurtining ko'k osmoniga yana bir qitim astoydil qarashga ulgurmayla poyezd yetib keldi. Yuragi hayajon bilan to'lgan bo'lsa-mu, chiroyi buni oshkorlamaydi. U oliy maktabga mengyotdi. Ba'zi narsani unutish uchun, yana ba'zi narsani aslash uchun ketib boradi. Tonishlar bilan yotlashish uchun, yotlar bilan tonishish uchun ketib boradi. Mavjudlik tuyg'usi yetarlik bo'lgan kichik ko'ldagi cho'ng beliq bo'lishdan mavjudlik krizisiz saqlab turgan bepoyon cho'ng dengizdagi kichik beliq bo'lish uchun ketib boradi. O'zini dunyoga, dunyoni o'ziga bildirish uchun ketib boradi. Xo'shlashish uning uchun o'ng'ay edi. Chunki barliq saboqdoshlarining ichida uni uzitish uchun chiqqanlarning soni eng oz edi. Ikkinchi dunyo urushiga mangan askarlarni uzitish uchun chiqqan ayollardek, Alini uzitish uchun chiqqan onasining uning peshonasiga so'yganda qolgan namlik texi qurmayla u poyezdga chiqdi. Orqa qaramadi. Tag'isining qo'lini oldidagi saponga qo'yib, ko'zi orqa qargan kishi muvaffaqiyatdan so'z ochmasin degan so'zi uning yodida edi. Texmi muhimi orqaga qarsa nima ishlarning yuz berishdan ansirdi. Yosh to'kkan holatini onasiga ko'rsatishni xohlamadi. U bilim olish uchun ketib boradi. "Men qaysisining haqiqiy bilim ekanligini qanday bilaman?" so'radi Ali. Muallim keldi. Bilim demak, yo'ruqliq demakdir. U sana kirgan aman seni o'zgartib etadi. O'rganishga boshlaganda o'zingning asli kasal ekanligingni bayqaysan. Shunga ba'zida kasallarni tabriklash kerak. Chunki ular hech bo'lmaganda o'zining kasal ekanligini biladi. O'rganishga boshlaganingda o'zgarishga boshlaysan. O'zgarishga boshlaganingda seni qora besishga boshlaydi. Cho'chib uyg'onib ketsan. Albatta, bu g'aflat uyqusida yotgandan afzal. Haqiqiy bilim bilan uchrashganingda g'alati bo'lib qolsan. Ba'zida hush kollangdan odishib qolgandek his qilasan. Ansirama. Pili qurti kipinakka o'zgardigan paytda ajoyib qiynaldi. Albatta, haqiqiy bilimni izlab topmoq uncha o'ng'ay emas. Avu tog'da oltin bor deyishni hamma odam biladi. Biroq osh oltinni qazib chiqish basi mushkul ish. Uning uchun sonsizligan keraksiz tosh to'plarni ilg'ib etishingga to'g'ri keladi. Haqiqiy bilim mundaq kuch aloylikni o'z ichiga oladi. Birinchidan, u seni hayron qoldirish kerak. Bilgan vaqtingda ko'zlaring chakchiyib ketish kerak. Qalbingning o'zingni unutib qolgan, biroq odatlanib qolgan tugillari yeshilib ketgandek his qilishing kerak. Ikkinchidan, uni hayotingda amaliy ishlatgili bo'ladigan bo'lish kerak. G'alabdan chiqmaydigan xanjardan yip o'tkazgili bo'ladigan yengni afzal. Uchinchidan, har qanday o'g'inaman degan odam uni o'g'inalaydigan bo'lish kerak. Angla Ali, balkim mendan bilim sana nima foyda olib keldi deb so'rashing mumkin. Men sana bilim orqali men oxiri o'zimning do'stiga aylandim deb javob beraman. Bu bakchong ilgirlash. Undaq odam mangu yolg'iz qolmaydi. Undaq odam butkul insoniyatning do'stiga aylana oladi. Bo'ri keldi. U bir qish fasli edi. Talada oppoq deb ketgili bo'lmaydigan qor lapildab yog'moqda. Qarning orqasidagi bino g'uva ko'rinib turadi.
xuddi qarmanga sen reallikni ana shunda g'uva ko'rsan deb pichirlayotgandek tuyuldi. Anda-munda yemeklik izlayotgan va yoki bolasini izlayotgan qushqashlar goh paydo bo'lib, goh g'oyib bo'ladi. Qushlar o'zi bilmaydigan yerga berishga amroq keladi. Biroq biz odamlar bo'lsak, kunlarimizni o'zimizga tonish dunyomizda o'tkazishga tirishimiz. Notunishlikdan, jindan qo'rqqandek qo'rqimiz. Aram ko'ngan turmushlarimizda o'zgarish bo'lishini o'ylash bizda vahima paydo qilsa, o'zgarish bo'lish bizni sarasimga soladi. Natijada boshqalarni o'z dunyomizga so'rab kirishga urinimiz yo'q. O'z dunyomizdan chiqishga jur'at qilolmaymiz. Qiziqarli yeri shuki, hamma odamni uyimizga akirgandan, uyimizdan chiqib, ular bilan uchrashishning asli to'g'ri va o'ng'ay ekanligini biz texicha tonib yetmadik. Derizam sirtidagi o'qishlar mening safar qilishimni, bilishimni va tushunishimni saqlab turayotgan boshqa bir dunyoning borligidan disharat berib turayotdi. Talis piramidaning egizligini, sayisini o'lchash orqali bilgan. Arximid oltinning safliq darajasini oltin siqib chiqargan suvni o'lchash orqali bilgan. Kolumbo yer sharining shaklini paraxotning yelkini orqali bilgan. Undaqda piramidadimi egiz, oltindimi sap, dengizdimi hayvatlik biz odamlarning qimmatini nima orqali o'lchaymiz? Muallim keldi. Qara Ali. Pakar odamni igiz tog'ning ustiga o'ltirg'izib qo'ysangmi, u yanil pakar odam. Gigant odamni cho'nqur o'rak ittirib etsangmi, u yanil gigant odam. Birovni o'lchmoqchi bo'lganingda uni yalang'ashlab ko'r. Taqagan zibu zinnatlarni, qimmatbaho kiyimlarni, pullarni, namlarni, hatto badanlarini soldirib et. U odam kattalikni aşı narsalardan oriyat olganmi yoki haqiqiy o'ziningmi? Buni uning ro'yitidan ko'r. Odamning ro'yiti o'zini tunib yetish darajasi bilan o'ngtanasib bo'ladi. Tashqi realligi bo'lsa, o'zini tunib yetish darajasining sirtqi ifodalanishi bo'ladi. O'zini tunib yetish darajasi bo'lsa, u yo'liqqan va yangan qiyinchiliklar orqali shakllandi va o'rlaydi. Taqqa yomishvatgan u kishi qara. Amaliyotda u taqqa yomashmayotidi, balki taqqa aylanayotidi. Oldi qarab olgan har bir qadami uni tog'ning cho'qsiga emas, balki o'zining cho'qsiga yaqinlashtirayotidi. Hayotingda texmi ko'p tog'lar uchraysan. Ularga bak uzun qarab ketma. Qaragan siri tog'lar texmi qo'rqinchli ko'rindi. Birli qarab qo'yda, oldin qarab mang. Taqqa qarab bir qadam olsang, u sen uchun bir qadam pastlaydi. Hurmat bildirdi. Agar sen tuyuqsiz bir bo'rik uchirganingda, bu man kelgan bir kelishmaslik va baxtsizlik deb o'ylab, uningdan kechib qutulishni o'ylasang, texim afsuslanarligi. Kechib qutula olsang, bu dal sening eng cho'ng baxtsizligingdir. Amaliyotda bu bo'ra sana kelgan kelishmaslik bo'lmasdan, balki omaddir. Chunki bo'rining hech kimga uchirmasdan sana uchirishi faqat va faqat seningla bo'rini yengish qobiliyatingning borligini tushundirdi. Chunki insonlarga ular yengolmaydigan qiyinchilik berilmaydi. Berilgankan uni tamoman yengalaydi. Uni yengish yangi kimlik ato qiladi. Bu yangi kimlik yangi reallik
sen uchun tog'nim yo'tkab beradi. O'zini cho'ng ko'rsatish uchun boshqalarni kichikiltishga, o'zini yuqori ko'rsatish uchun boshqalarni tuvalatishga tirishadi. Hamma yerda bolasini, erini, hatto setib olgan narsasini maqtab yurgan bu bichora ayol qara. U boshqalarning siz haqiqatan qaltiskansiz degan so'zga zar bo'lib xudini yo'qotdi. Ayoli va ballarga zo'ravonlik va til haqorat qilayotgan u bichora erga qara. Sirtqi dunyoda kuchini yo'qotgan u uyda bo'lsa-mu o'zining kuchli ekanligini namoyon qilmoqda. Biroq buningdan umidsizlanma, ma'yuslanma, chunki bu ularning asli mohiyat emas. Egoning o'yini xolos. Xuddi bozordagi turli tuman ism va ranglarda kelgan ichimliklarning asli mohiyati suv bo'lgandek, har xil qiyofatda va niqoblarda rol o'ynayotgan bu kishilarning mohiyatimi o'xshashda suvdek pok, rangsiz, puroqsiz va shaklsiz muhabbatdir. Ularga yanala umid bilan qara. Ular hamon sening so'zingga quloq soladi. Ular qiydayotgan baliq o'xshaydi. Ular sening tushunishingga, eng muhimi ishonishingga muhtoj. Agar sen ularga qiydisang, vaz kechsang, bu to'limi afsusnorlik ish bo'ladi. Kuzatuvchining uningga qanday qarshi tarafidan belgilanadi deb qaraydi. Obyektiv dunyo, ya'ni tashqi reallik hargizmi subyektiv kuzatuvchi, ya'ni odamdan ayrilib mavjud bo'lib turolmaydi. Hamda uzluksiz kuzatuvchining ta'siriga uchrab turadi. Har qanday bir o'y fikr, shalang, ojiz energiyaga o'xshaydi. Bu o'y fikrlar ongsiz va ongli holda takrorlanish orqasida belgilik zichdlikka ega bo'ladi. Odam dal o'zining ongsiz o'y xiyollarining fizikalik ifodalanishi xolos. Oddiy qilib aytsak, reallik, ya'ni kishilarning qallasidagi taqdir kayfiyat tarafidan, kayfiyat o'y xiyollar tarafidan, o'y xiyollar kimlik tarafidan shakllanadi. Shuni asli saqlashimiz kerakki, kasallik bo'lsa, mengidagi takror o'y xiyollarning natijasidir. Har qanday o'y xiyollarning yorlantirish va davolash xususiyati bor. Oddiy qilib aytsam, ig'ir kasalga giribdor bo'lib qolgan bir kishi texi dunyoga qo'shadigan to'hfasi borligiga shaksiz ishonsa, salomatligi tezda asliga kelishga boshlaydi. Aksicha, hayotim arzimas deb o'ylasa, o'limga qarab mangadi. Ba'zi kishilarning kasallikdan qutulmoqi intayin qiyin bo'lib, kasallikka xumor bo'lib qoladi. Men kasal degan hukmni allburun o'zining salohiyatiga, mundaqcha qilib aytganda, kimligiga kirgizib olganligi uchun xuddi qish fasli bilan qor degan hukm bildi kelgandek, men bilan kasal degan hukm istiqiylik bog'lanish yasab chiqdi.
qish faslini qorsiz tasavvur qilish qiyin bo'lganga o'xshash, u xil kishilarning o'zini kasalsiz tasavvur qilmoqi tasga to'xtaydi. Kasaldan qutulish kallasidagi menning o'zgarib ketishdan derak bagashga, menni saqlab qilish uchun kasallikni saqlab qoladi. Muallim keldi. Bir kuni bir kishi sher tog' cho'qqisida tug'ib bo'libla o'lib qopti. Dunyoga yangidan ko'z ochgan shir bolasi tog'dan dumlab tushib, tog' bag'rida o'tlab yurgan bir to'p qo'zlarning orasiga kirib qopti. Ko'zini ochib tunji ko'rgan narsalar qo'y bo'lganlik uchun shir bolasi o'zini qo'y deb hukm qildi va ishinibdi. Natijada qo'ylarga o'xshash ma'rab va o'tlab kun o'tkazibdi. Oylar o'tib, yillar o'tib, ma'lum bir kuni ovlash uchun kengri dalaga chiqqan bir yovvoyi shir bir to'p qo'ylarning orasida heliqi yosh shirning ma'rab va o'tlab yurganini ko'rib, ko'ziga ishonmay qopti. Hamda etilib berib, bu yosh shirni tutib oldi. Qo'rqqanidan qanday qilarini bilolmagan bu yosh shir yovvoyi shirdan o'zini yemaslikni, bir qo'shiq qenidan kechibtishni o'tinibdi. O'zini qo'y deb yashab kelgili uzun bo'lgan bu yosh shirga uning qo'y emas, balki o'ziga o'xshash shir ekanligini qanday tushuntirishni va ishontirishni bilolmagan bu yovvoyi shir uni bir ko'l bo'yiga olib boribdi va uningga ko'lga qarashni buyuribdi. Ko'ldagi o'zining sho'lisi bilan uni qo'rqitayotgan yovvoyi shirning chiroyining o'pmoqshash ekanligini ko'rgan bu yosh shir darru shirxos kuch va hayvatga to'libdi. Ali, shuni esingda tutishing kerakki, sen kimga yoki nimaga aylanib qolgan bo'lsang, men mushu deb o'ylaysan va ishonib qolasan. Aksicha, sen o'zingni kim yoki nima deb o'ylasang va ishansang, shuningga aylansan. Har zaman, har vaqt ichingda sen o'ylab yetolmaydigan, tasavvuringdan halqigan bir gigant shirning borligini mangu unutib qolma. Sırlıq orada. Babilon padişahı dövlətidəki barlıq hünərvən və yağatçı ustamlarını yığıb, hər qancha aqıllıq kişimi kirishki cürət qılanmaydıgan, kirgan təqdirini ezib qaldığan, intayin çoğun bir sırlıq orada saldırıbdı. Küllərinin biri, ərəblərinin bir padişahı onun ordusığı ziyaret kepdi. Sırlıq orada arqılıq özünün hayvetini namayan qilish üçün Babilon padişahı Ərəb şahini bu sırlıq ordağı təklif qıpdı. Sırlıq ordağı kirgəndikin qatmı-qat tosaq və murakkab yollarda ezib qalğan Ərəb şahı intayin xorluq es qıpdı. Biroq oxiri chiqish eg'izini tepib, qutulib chiqib ketibdi. Gerçi intayin açığı kelgan bolsa-mu, o'zini besib olgan holda Babilon padişahıga Arab dövlətini moshunga o'xshash bir sirliq o'rnining borligini, fursat bo'lganda uningga ko'rsatib qo'ydiganligini aytibdi-da, odamlarni elib dövlatiga qaytib ketibdi. Uzoq o'tmay Arab shohi Babilonga qo'shin tortib, ularni gumron qilibdi. Padişahni bo'lsa to'giga bog'lab 3 kecha kunda safar qilgandan keyin cheksiz ketgan bir qumliqning o'ttirisiga tashlabdi va uningga: "Ey dunyoning padişahı, ayni chaqda nurg'un xato yo'llardan, qo'rqinchli ishlardan, agir-bugiri palampaylardan va chunqur ozganlardan tuzilgan murakkab sirliq o'rdan bilan meni ozdirmoqchi bo'lgan eding. Biroq men yanada chiqib ketaligan. Sen turgan bu cheksiz qumliq bo'lsa, dal sana ko'rsatmoqchi bo'lgan sirliq o'rdan. Bu yerda seni ozdirdigan yo'l, to'saq, xato ishik va ozganlar yo'q. Qani, men sening bu sirliq o'rdidan qandoq chiqib ketirganligingni ko'rib baqay," deginicha ketib qopdi. Natijada Babilon shohi uzunga bo'lmay ussuzlik va ocharchilikdan jon uzibdi. Muallim keldi. Qara Ali, nishonsiz hayot bo'lsa, to'g'rilanmagan soatga o'xshaydi. To'g'ri mangandek ko'rinadi, biroq azaldan to'g'ri vaqtni aytib berolmaydi. Odamning nishoni ikki xil bo'ladi. Biri
ichki nishon, yana biri tashqi nishon. Ichki nishonga yetgandan keyin tashqi nishoning o'ng'ayli ishga oshadi. Dengizga og'zi itiq quruq botolkadan birini tashlaganingda u g'oyat zo'r dengizda laylab yurgan bir quruq botolka xolos. Agar uning og'zini ichib etganingda suv tabiiyla kirib to'ldirdi. To'lganda bo'lsa, u allburun dengizga aylanib bo'lgan bo'ladi. Ichki nishoning yetish mana shundoq seni kuchlantirib yetadi. U chaqda ishlarni sen qilmaysan, olam sen orqali qiladi. Sen yozmaysan, olam sen orqali yozadi. Xuddi qaysi bir shoir aytgandek, men bo'lsam nayning ustidagi bir tal tushk. Tangri puvlaydi. Mendan ovoz chiqishga boshlaydi. Qani, musikamni angla. Ichki nishoninga yetganda ishlardan xushallik izlamaysan, balki hamma ishlarga xushallik kirgizsan. Nimani qilsang, ta'ling keladi. Xuddi quruq botolka oltini yo'qotgandila dengizga aylana olgandek, kallangdagi menni yo'qotganingda senmi bir g'oyat zo'r kuchga aylansan. Ichki nishoning yetishning birinchi bosqichi va shundaqla eng oxirgi bosqichi bo'lsa, hozir yashashni bilishdir. Kishilarning hozirda yashay olmasligiga sabab bo'lsa, ularning kallasidagi men o'tmishni tragediyalik hikoyaga aylantirib, hozirni o'tmishning ko'ngilsiz natijasi qilib ko'rsatdi. Yoki bo'lmasa, kelgusi cho'qim xushal bo'lasan degan va'dani berish orqali hozirni bo'lsa, kelgusi uchun to'laydigan badal qilib ko'rsatdi. Uyingda kitob ko'rib o'ltirgan vaqtingda o'zingdan hozir mening do'stlarim bormi, oshiqim bormi, ota-onam bormi degan savollarni so'rab ko'r. Balkim bor deb javob berishing mumkin. Biroq yana bir so'rab ko'r. Hozir ular rostli bormi? Amaliyotda ularning bor ekanligi esingda xolos. Ular faqat aslamangda mavjud. Kitob o'qiganingda sen va kitobdan boshqa hech qanday narsa mavjud bo'lmaydi. Buni tushunganingda sen hozir yashaysan. Hozir yashashning birinchi qadami bo'lsa, hozirni qabul qilishdir. Hozirni qabul qilishning oldingi sharti hozirning mangu yaxshi bo'lganligini bilishdir. Doim hozirni ehtiyojingga moslashtirish emas, balki hozirning ehtiyojiga moslashmoqing lozim. Hozirning sen uchun eng yaxshi ekanligini tunib yetgan vaqtingda qilgan har bir ishingga xushallik ato qilasan. Natijada har bir ishingda sifat paydo bo'ladi. Ondan tashqi dunyodan xohlagan bir nishonni tanla. Nishon bilan xushallik birlashsa, qizg'inlik aylandi. Qizg'inlik degan so'zning ma'nosi bo'lsa, Tangri tarafidan egallanish demakdir. U chaqda ishlarni sen qilmaysan, Tangri sen orqali qiladi. Ichki nishoning qarab bir qadam olganingda, u sen qarab 10 qadam oladi. Ma'lum bir nishonga ega bo'lgan kishi hayotdan iborat bu sirliq o'rdida meyli qanchalik to'salg'i va yoki ozdirishlar bo'lsin, hamon chiqib keta oladi. Uningdan chiqib ketishning usuli bo'lsa, hozirni yaxshi qilishdir. Nishoni yo'q kishi bo'lsa, xuddi arab shoyining qumliqiga o'xshash gangrash ichida yashaydi. Hech qanday to'salg'i, xato ishlar, ozgonlar va mag'lubiyatlarga uchramaydi. Biroq mushu uchirmasliklar bo'lsa, dal eng cho'ng echinishlik ezib qilishni keltirib chiqardi. Sen yalg'iz emas. Qadimki mayalıqlar salomlashgan vaqtda men yana bir sen degan jumlani ishladim ekan. Ularning ifodalamoqchi bo'lg'ini, sen qandoq bo'lsang, men shundoq. Yaxshi turgan bo'lsang, menmi yaxshi. Ko'ngling yerim bo'lsa, meningmi ko'nglim yerim. Bu nima degan oddiy, biroq shuncha go'zal va kuchli salom, ha? Gerçi qadimki mayalıqlar kvant fizikasi to'g'risida hech nimani bilmasimi? Bu xil salomlashishning o'zida kvant fizikasining sen yolg'iz emas degan prinsipi chiqib turdi. Albatta, hayot musofimizda minglagan o'xshash bo'lmagan o'zimiz bilan uchrashib turamiz. Ba'zida o'zimizni dunyodan ayrim yolg'iz his qilsakmi, amaliyotda atrofimizdagi har bir shay va odam bilan bog'lanib turamiz.
Kvant fizika nazariyasi bo'yicha elib aytganda, yolg'iz holda mavjud bo'ladigan hech qanday narsa yo'q. Hamma narsa bir-biri bilan bog'lanib turadi. Bu xil bog'lanish rayonsizlashish deb ataladi. Atom zarrachalarini o'zining asli mohiyati qilgan bu shaylarning ko'zimizga ayrim ko'rinishining sababi bo'lsa, vaqt va bo'shliq tarafidan aldangan 5 sezgu a'zolarimizning cheklimligidandir. Olamga nazar tashlaganda qaraydiganimiz bir butunlik, biroq ko'rganimiz ayrimlik. Qaraydiganimiz cheksizlik, biroq ko'rganimiz chekliklik. Qaraydiganimiz yo'qlik, ko'rganimiz barliqdir. Har bir odamning badanida o'ltiraqlashgan ruhmi bir-biriga bog'lanib turdi va ta'sir qilib turdi. Maymunga bananni yuyib yeyishni o'rgatish uchun ma'lum bir orolga kelgan bir turkum olimlar g'alati bir hodisani bayqagan. Dastlabda oroldagi tunji maymunga bananni yuyib yeyishni o'rgatish uchun 45 kun vaqt sarf qilgan. Biroq boshqa maymunlar intayin qisqa vaqtda bananni yuyib yeyishni o'rganib olgan. Natijada odamning maymunga o'rgatganiga qaraganda maymunning maymunga o'rgatmagi o'ng'ay bo'ladi ekan deb xulosa chiqargan. Olimlarni hayron qoldirgan hodisa faqat mushula emas albatta. Bir necha haftadan keyin olimlar o'zi turgan oroldan necha yuz mil yiroqlikdagi yana bir orolda yashaydigan bir to'p maymunlarning tuyuqsiz bananni yuyib yeyishga boshlaganligini bayqagan. Ular buni qanday qo'ygandi? Halbuki butkul dunyodagi insonlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, dunyoning halok bo'lishi yoki gullanishi kollektiv ong bilan zich munosabatli bo'ladi. Faqat va faqat ittifoqlik va inoqliklar shaxs va jamiyatning taraqqiyotiga kafolatlik qila oladi. Bu xil inoqlikni faqat muhabbatli o'rindiya oladi. Shunga men muhabbatni e'tiqoddan muhim o'ringa qo'yman. Chunki e'tiqodning bizni boshlab boradigan eng oxirgi manzili yanala muhabbat bo'lib chiqadi. Muallim keldi. O'qituvchi sinfdagi bolalardan qarang'uliq tugab, tang atqanlikni qandoq bilamiz deb so'rabdi. O'quvchilardan biri agar anjur darxi bilan zaytun darxini farqlantirarligidek yo'riqliq tushsa, tang etibdi desak bo'ladi deb javob beribdi. Yo'q muallim, meningcha qo'y bilan o'chkini farqlantirarligidek yo'riqliq tushsa, tang etibdi desak bo'ladi deb javob beribdi yana bir o'quvchi. O'quvchilarning javoblarini anglab bo'lgandan keyin o'qituvchi kulimsirab turib, yiroqdan sizlar azaldan ko'rib boqmagan notnush bir odamni ko'rib, "Ha, qarindishim kelib etibdi" deyalgan vaqtinglarda insoniyat uchun qarang'uliq tugab, tang atqanlik bo'ladi deb javob beribdi. Angla Ali, boshqalar mayli qanday o'ylasin, sen o'zingni insoniyat bilan bir deb o'yla. Butun insoniyatning kuchi menda deb o'yla. Qilayotgan ishingga vujudingni ber. Natijadan huzurlan, biroq bog'lanib qolma. Natijaga bog'lanib qilish ezquni ko'rgan bilan barobar. U seni naka qiladi yoki g'arq qiladi. Manchilik, manmanchilik va ayrimchiliklarni ko'ni chaponni selib etgandek tashlab et. O'zingni butkul insoniyat bilan bir gavda qilalig'ingda mugdab yotgan tog'larmi sen uchun uyg'undi. Daraxtlarning ovozlarini, suvlarning naqshlarini anglaysan. Nil daryosini o'ttirdan ayirib etgani hargizmi Musoning hassasi emas, balki kishilarning qo'l tutishib ishonch bilan olgan o'rtaq qadamidir. Uchirgan har bir odamga, narsaga, ishlarga, hatto hayvonotlarga muhabbatingni to'liq ber. Ularni o'zingning o'qituvchisiga aylantir. Hatto qaramoqqa so'g'uq tuyulgan kishilarni va foydasiz ko'ringan ishlarni qabul qilishni va suyishni bil. Foydasiz deb qaragan ashu ishlar va kishilar sen uchun eng cho'ng yordamda bo'ladi. Sen hech qanday narsaga sababsiz uchrab qolmaysan. Oldingdagi sening menishingga to'salg'i bo'lgan ashu mashinaning shofiriga rahmat ayt. To'g'ri, uning seni to'sib qo'yg'iniga va yoki sur'atingni ostiltib qo'yg'iniga rahmat ayt. Chunki dal shular sababli sen o'limdan qutulib qolasan. So'yguningning munu gapini esingdan chiqarma. Hasan Husanni ko'rish uchun yomg'irni yaxshi ko'rishni bilishing lozim. Yosh to'kma demayman. Yosh to'kkanda qong'uch to'k. Bir tomchi yoshnimi ichingga yutma. U sana o'zining tuzluq buldiganligini to'liq his qildirib bo'lganda tabiiy to'xtaydi.
har qanday azob san o'rgatmoqchi bo'lganini o'rtib bo'lgan hamon to'xtaydi. Har bir harakatingga ochiq g'azab yoki o'chmanlik emas, balki muhabbat yiqilg'i bo'lsin. Ochiq o'zingimi, o'zgugimi ofat elib keladi. Qattiq bo'ronda yalpinayotgan o't yolqinidan boshqalar qandoqmi isnolisin. Kamchilik, xatoliqlaringdan numus qilma, ularni so'y. Xuddi o'tning atrofida tutun bo'lgandek, har qanday harakatda kamchilik va xatoliq bo'ladi. Bu xatoliklar sana endi qilma, voz kech deyish uchun emas, balki endi mundaq qil deyish uchun keldi. Dunyoda mag'lubiyat deydigan narsa yo'q. Agar ashu mag'lubiyatlardan oz to'la narsa bilib olsang, bu mu bir g'alaba? Chunki qilishning eng cho'ng mevasi bilishdir. Qalbingning hech kim cheqila olmaydigan yerlarga "Men insoniyat uchun, insoniyat men uchun" degan jumlani uyib ol. Mana bu kuch bilan o'zing va kishilar uchun xizmat qil. O'zingni insoniyatga qancha bergan siri, shuncha berish qobiliyatiga ega bo'lasan. Ömüçükning so'zi. Hayvanotlar dunyosi bo'lsa mahoratchilar va fursatparastlar deb ikkiga bo'linadi. Burkutga o'xshash hayvonlar mahoratchilar turiga tava bo'lib, ovlaganda o'zining alohida mahoratiga tayinadi. Boshqa vaqtlarda o'zining rohat va tinch holatini saqlaydi. Fursatparastlar bo'lsa mayli yemaklik izlash yoki kushandilardan saqlanish bo'lsin, fursatga tayinadi. Shunga ular doim jiddiy holatni saqlaydi. U bir yozning tushdan keyin edi. Turpanga e'lon ishlash uchun bordik. Turpan issiq deyish hargizmi turpanning yozdagi o't issiq holatini tasvirlashga yetarlik bo'lmaydi deb qarayman. Oran deganda bir ujmi daraxtining ostiga kirib oldik. Bechora to'pi besib ketgan bu daraxtni yillab hech kim yuyib qo'ymasimi, yanala hech kimdan o'zining soyasini aymaydi. Gerçi mushu soyisi va mevalar bilan nurg'un kishilarni cho'ng qilib qeritgan bo'lsa-mu, bu üzümü daraxtining qerib ketganligiga hech kim diqqat qilmagan edi. Tuyuqsiz üzümü daraxiga to'r bog'lagan bir o'michikka ko'zim tushdi. Bu o'michik dunyoning barliq ishlaridan bexabar. Shundaqla kari yo'q holda to'r to'qiyotdi. Uning to'riga ilishib qolgan chivin qatorliq kichik hasharotlarni ko'rib, ondan o'michikning hasharotlarni yeb hayot kechiradiganligini bildim. O'michik hasharotlarni o'zi qiladi ekan-yu, biroq men ta hozir qadar biror o'michikning chivin qo'g'layotganligini ko'rib boqmadim. Bu nima degan ahmoqona gap? Agar o'michik rastilla chivinlarni qo'g'lab tutaman deb o'ylasa, menga bir talnimi tutamay ocharchilikdan o'lib qoladi. Shu sababli hayvonotlar dunyosidagi mahoratchi hayvon bo'lish sifati bilan o'michik chivin qo'g'lashni emas, balki to'r to'qishni tanlagan. Chunki to'qigan to'r qancha mustahkam va cho'ng bo'lsa, oziqliqlar o'zligidan keladi. Tuman minglagan kishilarning pul, obro'y va huquq uchun shuncha tirishibmi u narsalarga erishamasligining sababi bo'lsa, dal mushiyada ishganda dedim ichimda. Chunki kishilarning qarg'ulacha bu narsalarni qo'g'lashi dal o'michikning chivin qo'g'lab tutaman deyish bilan farqlanmaydi. Tova. Biz insonlar mushu o'michikchilikmi bo'lamapdik. Undaqda biz to'rni qanday to'qiymiz? Muallim keldi. Ma'lum bir kuni bir kishi yo'ldan o'tib ketib, ibodatxona selish uchun g'arbida to'p tushayotgan 3 kishini ko'ribdi va ayrim-ayrim holda ulardan nima ish qilayotganligini so'rabdi. To'p tushayotganimni ko'rmayyotamsan deb javob beribdi birinchi kishi nihoyatda achchiqlangan holda. Men ishlab jon beqyapman deb javob beribdi ikkinchi kishi. Uchinchi kishi bo'lsa, men Tangrining uyini selyapman deb javob beribdi. Qara Ali, garchi bu 3 kishi o'xshash bir ishni qilayotgandek ko'rinsa-mu, amaliyotda ular ayrim-ayrim 3 ish qilayotgani hisoblandi. Chunki ularning bu ishlarni qilayotgan maqsadi o'xshamaydi. Natija hamon nima ish qilganining orqali emas, balki u ishni nima uchun qilayotganining orqali belgilandi.
Shu sababli birinchi kishi mangu top tushuydi. Ikkinchisi bo'lsa jinini qamdaydi. Uchinchisi Rasululloh Tangrining uyini yasab chiqadi. Shundaqla uningda erish charchash bo'lmaydi. Bo'lsimi huzurlandi. Har bir odamning qilayotgan ishi bo'lsa, dal o'michikning tor to'qishiga o'xshaydi. Qancha inchga, qancha mustahkam to'qalisa, uzuqliqlar kechib ketolmaydi. Biroq mening qilayotganim oddiy bir ish tursa, qandaqmi cho'ng ishlarni vujudga chiqara olayman deb o'ylab qolma. Yer beg'irlig'ich hayvonlarning terilari tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida badanini texim issiq saqlash uchun yumshoq paylarga o'zgargan edi. Biroq kim bilsin, ularni sovuqdan saqlash uchun paydo bo'lgan bu oddiy paylar bo'lsa, ularni osmonda uchadigan qushlarga aylantirib qo'ydi. Ana shundoq oddiy ishlarni oddiy bo'lmagan maqsadlar bilan vujudini berib, uzluksiz davomlashtirsang, hamon bir kuni sen o'ylagan oddiy ishlar seni osmon ko'tarib chiqadi. Anglayli, odam har qanday bir ishga butun vujudini bermak lozim. Qilayotgan ishlaringni boshqalarga ko'rsatishing emas, hayot vazifangning sutida o'rinla. Hatto kishilar oldirab bayqay olmaydigan inchik tafsilotlarga diqqat qilish va qilmaslik sening mag'lub bo'lishing yoki g'alaba qilishingni belgilaydi. O'qituvchilarga ayt, o'quvchilarni olim qilish uchun tarbiyalamasa, sinf ularni zanglik qiladi. O'g'itishdanmi muhim bo'lgani o'quvchilarda mangu o'rganish ro'yini shakllantirishdir. O'qituvchining saposi bo'lsa, bolalarga nimandaq tushunmaydigansizlar deyish orqali emas, balki o'ziga ajab tushundira olmayman-ku deyish bilan o'lchindi. O'quvchilarga ayt, kitoblarni jinidan aziz, muallimlarni ota-onasidanmi ulug', sinflarni oilasidanmi illiq ko'ra olmasa, partiyalar ularni zanglik qiladi. Yaramliq o'quvchi bo'lsa, men bilolmadim deyish bilan emas, balki hozircha bilolmadim deyish bilan o'lchindi. Navoiylarga ayt, nonlarni o'zi yeyish uchun yiqib, ondan boshqalarga sotsin. Unda qilolmasa, tonurlar g'azablandi. Yozuvchilarga ayt, qalamlari arzon, xatlari sat bo'lsa-mu, yurikini yozsin. Unda qilolmasa, ular siyohlar qog'ozlarni isrof qilg'uchiga aylanib qoladi. Doktorlarga ayt, davolig'i bo'lmaydi degan kasallarni-mi davolashga tirishsin. Chunki olamga dori avval, kasal keyin kelgan. Tanharkatchilarga ayt, men endi bo'la olmadim degan vaqtda yana yugursin. Ular o'zida qanchalik yushirin kuchning borligini mangu bilolmaydi. Saqchilarga ayt, rahimsiz bo'lish uchun rahimdillikdan, rahimdil bo'ldim deb rahimsizlikdan voz kechishning hojati yo'q. Ular bo'lsa xalq saqchisi, xalqni qo'g'daydi, xalq tarafidan qo'g'dilindi. San'atkorlarga ayt, naqshlar orqali o'zini emas, o'zi orqali naqshlarni ifodalasin. Chunki xalq ularning naqshlarini emas, hayotini mi do'raydi. O'zingga ayt, qaysar bo'l, men seni so'yman.